Kelinglar. Salom alaykum, amakka, sovchilikka keldik. Yo, yaxshi-yu. Uyda ayolim yo'q edi-ya, opalar. Qanday oppalar, erkak kishimiz, siz bilan gaplashamiz. Ha, yo'q. Ha, kelinglar, bo'lmasa kelinglar. Boshlang, amakka. Amaqa urib qo'ymaysizmi? Yana ozgina burilsa urib qo'yaman. Kiro. Sen ham urib qo'yaymi? Xullas amaqa kuyov bo'lmuş. Manman. Sevgidan kuygan chiya bo'ri. Tyson Tilsimoy. Sen otding nima edi? Uydan haydalgan kalta kessi. Nima og'izni ochasan, amaqa bitta duo qilaylik. Ha. Odam bo'lib keldi, odam bo'laveraylik-a. So'raganda bu yaqinda Tailandga sayohat qilmadilar. Yo'q, lekin niyat bor amaqa. Bormaylar. Maslahatim bormaylar. Xo'sh. Xullas sizda bir gul bor ekan. Bizda bitta bulbul bor. Ammo shu gapingga menda ham shubha bor. Jigar, talantingni ko'rsa, bulbulda ovozing bor-ku. Onajonim kechiring, siz meni duo qiling. Onajonim kechiring, o'g'lingiz qotil. Anonim ber, banan solgan maymun ber, davay. Vojigan uni premyera qilamiz-ku. Voy, premyera qilar ekanmiz. Uka shu mahoratingga shunaqa haqorat keldi-yu, mayli dedim-da. Xullas qizimni senga bermayman. Yigit chiya bo'ri bo'ladi, yonidagilari hasharot bo'ladi, qizni otasi bermaydi. Tyson jigar, nima keragi bor shu gaplar? Choylaring ichib bo'lgan bo'lsalaring-a, sekin. Turib-a? Uka sen tishlaring qolib ketyapti, noningni olver. Jonginam yuraverdi. Chiya bo'ri siqilib qoladi, o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi. Tyson asabga tegadi, chiya bo'ri qolgan chini ham urib to'kadi. Deng.